hamisha o'zingizni yeb qochgan shu kun oxiri yetib keldi. Azrail alayhissalom endi siz uchun kelyapti. Atdigan tong atqanda. Ko'ksingiz siqilyapti. Butun badaningizni mag'dursiz, jonsiz qilib o'tgan shu og'riq shu topda zehningizni ostin-ustin qilyapti. Balliqingiz, yoshligingiz, hozir qoltingiz chaqmoq tezligida ko'z oldingizdan o'tyapti. Nafsingiz siqilib, nafaslanishing'iz qiyinlashib, qalbuklaringiz qurib ketyapti. Xuddi gelingizga bir narsa turib qolgandeklar. Zodi nim bo'yapti. Nim bo'lganini o'zingizmi bilmayapsiz. Shundaqla shaytonning eng oxir hujumi sal turib boshlaydi. Sizchi siz bu dunyodan iymon bilan ketalasizmi? Shunda qilib, heliqi vaqt yetib keldi. Mana endi o'zingizning qattiq usab ketganligini his qilyapsiz. Hatto shu darajada usab ketdingizki, dengizning suyini ichsangizmi ussizligingiz qolmaydigandek his qilasiz. Dal shu chaqda yeningizga shayton keladi. Qo'lida bir stakan suvni ko'tarib, sizni iymondan chiqarish uchun keladi. Men sana bir stakan suv beray. Eg'izib qurib ketdi. O'tinib qalay. Menga bir stakan suv beringlar. Menga sajda qilsang, bu suvni sana hozirlab beraman. Men hozir kasal. Sajda qilolmayman. Yotgan holatingda beshingni harakatlantirib qilsangmi bo'laveradi. Qandaqli qilsam, qilgin, men sana sajda qilmayman. Rabbim yegona Allohdir. Siz hozir hamisha anglab kunib ketgan eng qiyin paytda turyapsiz. Ya'ni o'lim sakratida turyapsiz. Suyimlik payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq duo qiladi. Ey Alloh, men o'lim jarayonida shaytonning vasvasidan sizlarga sig'inib panoh tilayman. Ya'ni shayton o'lim jarayonida insonning tavba qilishini to'sishga urinadi. Shundaqla mu'minning Allohdan umidini uzishini xohlaydi. Inson sakrat jarayonida ham dunyo ham oxirat ishkiga o'xshash bir vaqtda qaraydi. Bu ilgari nurg'unlagan kishilar yashagan ahvol. Rivoyat qilinishicha burungi zamonda Abu Zakariya ismli taqvodor bir kishi bo'lib, bir kuni u kishi sakratga tushib qoladi. Yanada oilasi va yaqin bir do'sti bor edi. Do'sti davomli kalima tavhidni u kishiga talqin qilib turardi. La ilaha illalloh deydi. Hayron qolarlik shuki, do'sti bu so'zni qachoniki takrorlasa, Abu Zakariya yuzini o'rib oladi. Do'sti 3-qitim takrorlaganda Abu Zakariya "Men u so'zni demayman" deydi. Atrofdagi hammaylar shunchalik taqvodor bir kishi nemishqa kalima shahodatni deyolmaydi deb hayron qoladi. Abu Zakariya bir oz asli kelgandan keyin "Bayatda menga bir narsa dedinglarmi?" deb so'raydi. Yuz bergan ishlarni anglagandan keyin tushuntirishga boshlaydi. Tunji qitimliq talqinida shayton qo'lida bir qadahni ko'tarib kelib, "Suv ichamsan" deb meni aldashga urindi. Shuning bilan menmi yuzimni o'rdi. Ikkinchi qitimda İsa Allah'ның oğludur degan. Shuning bilan men yana yuzimni o'rdim. 3-qitimda bo'lsa, La ilah, hech bir iloh yo'qdir degan holda keldi. Shuning bilan men bu gapga javoban, men bu so'zni demayman dedim. Bu kishi shuningdan keyin kalima shahodatni keltirib, huzur ichida ruhini taslim qiladi. Xo'sh, undaqda sizcha o'lim sakratida bu imtihonlardan qanday o'tishni o'ylab baqdingizmi? U imtihonda iymoningiz bilan ruhingizni taslim qila olamsiz. Aslida iymoningiz qanchalik kuchli bo'lsa, o'lim sakratingizmi shuningga qarata bo'ladi. Qanday yashagan bo'lsang, shunday o'lasan deydi ekan. Hayotimizda nimani eng ko'p qilgan bo'lsak, o'lim sakratida shu qilgan ishlarimiz refleks holda tilimizga to'kiladi. Ah Xudo. Aldandım sana. Ey yalg'on dunyo. Dunyoning havoyi havaslari bilan ruhini to'yg'izgan bir kishi o'lim sakratida ularni sanab chiqsa, pullarim, mollarim, shuhratim. To'xtanglar. Ketmanglar. Alloh sevgisi bilan yashagan bir qulmi Rabbini zikr qilib chiqadi. Rabbim, ey latif, ey mehribon bo'lgan Rabbim, ey Alloh. Balkim shu topda men demisimi iymonliq tursam deb o'ylashingiz mumkin. Lekin haqiqiy iymon degan aqlingiz va qalbingizdan tamoman tasdiqlab ruhingizga, qon qiningizga singib ketgan bo'ladi. Buni mundaq tushunsakmi bo'ladi? Masalan, qo'limda bir olma bor deyli. Yana bir tarafda qanday qis qilib tortib olishni o'ylaydigan o'g'ri bor. Agar men olmani qo'limda tutsam, har qancha qo'g'dashga tirishsammi, u o'g'ri olmani hamon elib oladi.
Ammo men olmani yeb badanimga singdirvetsam, u olmani mendan hargizmi ololmaydi. Mana mushuninga o'xshash iymon haqiqatlarini qo'lingizda tutibli qolmay, uni aqlingizga, qalbingizga, ruhingizga singdirvetsangiz, Janob Allohning rahmati bilan o'lim sakratida shayton sizga hech nima qilolmaydi. Undaqda o'lim sakratida yana qanday ishlar yuz beradi? Janob Alloh Qur'oni Karimda mundaq deydi: Parvardigorimiz Allohdir degan ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga shubhisizki kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. O'lim farishtalari mu'minning yeniga intayin xushchiroy, oppoq kiyingan mizilik puroq bilan keladi. Janob Alloh Qur'oni Karimda yana mundaq deydi: Shubhisizki Parvardigorimiz Allohdir degan ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Mana mushuninga o'xshash iymoni bilan yashagan bir kishiga o'lim bir ne'mat bo'ladi. Ruhi chiqayotganda yolg'iz qolmaydi. Do'sti farishtalar bo'ladi. Normalda bir odam o'lgan vaqtda ruhi badandan yung'i chaplashib qolgan tikanning yungdan ajrishiga o'xshash chiqadi deyiladi. Lekin mu'minga berilgan jannat xush bishorati, farishtalarning illiq ko'rinishi onunğa ölüm azabını unutuldurib, onu tügüməz xuşallıqqa çömdürüdü. Oylab beqin, bir ömür hiç körməsdən işengen, iman etqan Allah'ın en suyumli qullardan bolğan Azrail aleyhissalam şu tapdı sizning aldığınızda. İnsan qandaqmı xuşal bolmay tura alsın. Lekin imansız birge nisbeten bu jaryan intayin azabqa to'lgan bir jaryan boludu. Chunki bir ömür inkar qilganlar bilan amdilikda yüz turvatqan boludu. Yok, bo'lmaydi. Bo'ldi, kelmagan. Yo'q, kelma. Ishondim. Alloh bor. O'tinib qolay. Menga yana bir qatim fursat bergin. Do'stlarim qayerda? Yaqinlarim qayerda? Meni qutuldirgan hech kim yo'qmi? Uning uchun qo'rqinchli daqiqalar texi amdi boshlandi. Xo'sh, o'lgandan keyin yana nima bo'ladi? Shunda qilib amdi barzaq hayoti boshlandi. O'lim degan amaliyotda tamoman yo'q bo'lish emas, balki bir holatdan yana bir holatga o'tkilishdan iborat. Xuddi bir uydan yeni bir uyga chiqqan o'xshash. Shundaqli o'lim boshqa bir hayotning boshlanishidir. Har yili yer yuzini qishqa aylantirib, yozda tirildiradigan Alloh insonni qaytadan tirildirish uchun o'ldirdi. Oxiratdan burunqi tunji bekatning ismi bo'lsa, barzaq hayotidir. Suyimlik payg'ambarimiz mundaq deydi: Qabr bo'lsa, jannat bog'chilaridan bir bog'cha yoki bo'lmasa, jahannam o'rikidan bir o'rak bo'ladi. Shundaq, endi o'ldingiz. O'lik badaningiz meyit yuvish uyga kelindi. Badaningiz shu topda muzdek marmar toshning ustida yuyilishni saqlayotdi. Mana, kepiningiz tavutingizdan tortib, hamma narsa tayyor turibdi. Shu topda eng suyimli kishilaringiz eshik tubida sizni saqlayotdi. Anangiz, dadingiz, qarindoshlarınız, eringiz yoki ayolingiz, bolallaringizdan tortib hammanglarning ko'zlari yig'idan ishib ketdi. Jimjit holda tavutingizni mo'rillarga ag'inicha masjidning hovlisiga olib chiqishdi. Shunday qilib namozingiz tushadi. Mahallimizda o'ltirishliq Hasan Axun Allohning huzuriga safar qildi. Jinoza namozi bugun peshin namozidan keyin mahallimizdagi masjidga chiqariladi. Barliq qo'shni qulim, do'st yaranlarning namoziga qatnashib berishini so'raymiz. Mana shu topda masjidning mikrofonida sizning ismingizni butun mahallaga anglatiyotir. Buni anglagan kishilar, demak, yana biraylan o'libdi-da deginicha bir necha minut o'xtatgandan keyin o'z ishiga tushib ketishdi. Mana ko'rib turganingizdek kishilar jinoza namozingizni tushirish uchun yig'ilib saf tuzib turibdi. O'ylanib baxtinglarmikin? Meyit ep kelinganda hech kim uni ismi bilan chaqirmaydi. Hammanglar jinoza qayerda? Jinoza keldimi deb so'raydi. Inson o'lgandan keyin ismi cheg'ida shu vaqtda u kishidan yuyilib ketadi. Qoladig'ini jinoza bo'ladi. Qani aytib beqinglarchi, sizlar bu jinozadagi kishiga qanday qaraysizlar? Yaxshi bilmaydi. Lekin rostilla yaxshi kishimidingiz? Buni faqat yegona Alloh biladi.
qabringiz ko'linib bo'ldi. Mana qarang, yangi uyingiz, yangi uvingiz sizni saqlayotdi. Qabringizning ichiga siz eng yaxshi ko'radigan biri kirib, badaningizni, yuzingizni qiblaga qaratib, o'ng tarafingizni bostirib yotqizib qo'ydi. Va kepiningizni yeshidda qabringizning ustiga taxta yotqizib, o'z qo'li bilan tunji to'proqni chachidi. Ruh bu jarayonlarning hammani o'z ko'zi bilan ko'rib chiqdi. O'zining meyiti yuyilganini, jinoza namozi tushirilganini va qabristonlikqa yo'tkalgandan tortib hammani ko'rdi. Kimning kelganligini, kimning nimalarni degandan tortib hammani anglaydi. Hatto kishilar qabristonlikdan ayrilgandan keyin u ruh ularning oyoq tevishlarini anglaydi. Agar u kishi yaxshi bir bo'lgan bo'lsa, dafna ishlarining kechikib ketishini xohlamaydi. Darhol ne'matlarga erishishni xohlaydi. Agar o'lgan kishi nachar bir bo'lsa, dafna ishlarining kechikishini umid qiladi. Qabrgacha hamroh bo'lgan do'st-yaran, urug'-tuqqanlar hammasi ketdi. Mana endi siz yolg'iz qoldingiz. Shunda qilib, dunyo hayoti oxirlashib, barzax hayoti boshlandi. Barzax hayoti faqat tuproqdan tarkib topgan qabrlam emas. Aslida barzax kalimasi o'lim bilan boshlanib, qaytadan tirildirishga qadar bo'lgan mazgilni ifodalaydi. Shundaqla dunyo bilan oxirat o'ttirsidagi to'solg'u ma'nosida boshqa bir dunyoni ifodalaydi. Barzax hayoti oxiratni kutish zoliga o'xshaydi. Bu jarayon olimlarning kitoblarida mundaq sharhlanadi. Mo'minning vaqti to'shib, imtihoni oxirlashidi. Azroil uni chaqirib, "Ey huzurga erishguchi ruh, Rabbingning mag'firatiga va rizosiga erish uchun chiqqin." U ruh xuddi idishdan suv tomchilganga o'xshash osonla chiqib beradi. Boshqa farishtalar u ruhni o'lim farishtasining qo'lidan ko'zni yumib ochquchi bo'lgan orliqdinmi qisqa bo'lgan bir vaqtda oladi. Farishtalar u ruhni ipak-ipanga yugab, xushpuroqlarni surib osmonga ko'tarishdi. Ularning yendan o'tgan har bir farishta to'pi "Bu chiroyli ruh kimning?" deb so'rashdi. Ruhni ko'tarib ep chiqqan farishtalar bo'lsa, uni eng chiroyli ism va sifatlar bilan u kishini ta'riflashdi. Osmonga chiqqanda bo'lsa, butun eshiklar ochiladi. 7-qavat osmonga chiqqanga qadar besib o'tgan har bir osmondagi Allohga eng yaqin bo'lgan farishtalar bu kishini qarshi elib salom berdi. U yerda bo'lsa, uning amal daftarini yaxshi kishilarning qatoriga yozinglar deyiladi. Bularga qo'shib Janobi Alloh mundaq deydi: "Bu bandamni yer yuziga qaytadan ep tushinglar, chunki men ularni shu yerda yaratdim. Ularni u yerga qayta avataman va qiyomat kuni ikkinchi qitim qaytadan tirildiraman." Qaytadan qabriga, ya'ni barzax hayoti qaytib kelganda, savol so'roq farishtalari savol so'rashga boshlaydi. "Man robbuk?" Rabbing kim? Rabbim hayot vaqtimda ibodat qilgan Allohdir. Dining nima? Dinim islomdir. Payg'ambaring kim edi? Koinotning nuri bo'lgan Muhammad alayhissalomdir. Kitobing nima? Kitobim Qur'oni Karimdir. Amaling nima? Yosh vaqtimda o'qigan namozlarim, og'rib qolgan vaqtlarimda qilgan sabrim va etgan shukrlarimdir. Qo'lim qisqa vaqtlarimda bergan sadiqalarim mening guvohchilarimdir. Mana mo'min kishi bu savolning javobini biladi va to'g'ri javob bera oladi. Savol so'roq jarayonida kishining qilgan namozlari, qilgan yaxshi amallari qabrida u kishining yeniga keladi. Munkar va nakir farishtalari savol so'roq uchun qabriga kelib, savol so'roqni boshlay deganda nurdan bo'lgan bir jonliq mo'min kishining besh tarafda o'ltirdi. Bu bo'lsa, uning hayot vaqtidagi dunyoda o'qigan namozlaridir. Keynidan qilgan boshqa solih amallarimi oshkorlanishga boshlaydi. O'ng tarafida tutgan ro'zalari, so'l tarafida zakotlari, puti tarafda bo'lsa qilgan barliq yaxshi amallar bo'ladi. Mana mushularning hammasi uni qo'g'dash uchun o'z o'rniga o'rinlashadi. Shuningdek, bu amallar u kishini o'ng va so'l tarafdan qabrining uning sumaklarini qistishiga, jinini og'ritishiga, qiynalib qolmasligiga qarshi qo'g'daydi. Savol so'roqdan keyin to'g'ri javobni bergan mo'min uchun jannatdan bir dariza ichiladi. Janobi Alloh qabrining kengaytirilishini va jannat hujralaridan bir hujra tayyorlashga buyuradi. Qabrining yon tarafiga bir dariza ichiladi. U kishiga butun Allohga iymon etgan mo'minlarning jannatga ko'rinishi ko'rsatiladi. Buni ko'rib, u kishining qalbi huzurga to'lib, ta qiyomat kunigacha jannatni ko'rib yotadi. Albatta bu ahvolning yana bir yuzimi yo'q emas. Ya'ni iymonsiz holda o'lgan kishilarning echinishli yuzi. Meni bu yerdan chiqarib etinglar. Man robbuk. Rabbing kim?
Meni bu yerdan chiqarib yutinglar. Payg'ambaring kim? Dining nima? Amaling nima? Kafir va munofiqlar bo'lsa, bu savolga to'g'ri javob berolmaydi. Ularga do'zaxning eshiklari ochiladi. U yerdagi azob ularga ko'rsatiladi va qabrda azob chekadi. Ularga jahannamning qizziq harorati va sesiq purug'i keladi. Qabrlar torlishib, u kishini qistaydi. Nachar ruhning oldiga yuzi qop-qora, insonning ko'nglini ilishtirug'idek darajada maynat kiyim kiygan biri chiqadi. Mana va'da qilingan kun oxiri yetib keldi. Ruh nihoyat qo'rqqan holda so'raydi. Sen kim bo'lasan? Man sening nachar amallaring bo'laman. Yegan jazonlaring, qilgan g'ayvatlaring, qaragan haromlaring. Mana oldingda turibdiman. Buni ko'rgan ruh, Rabbim qiyomatni barpo qilmag'in deb duo qiladi. Zayd ibn Sabit rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom bilan birlikda Bani Najjarga tava bir bog'chiga borgan edik. Rasululloh bir uloqqa mingan edi. Uloq Rasulullohni necha qitim etivatgili tasli qolgan edi. Shunda qarasak, atrofimizda bir qancha qabr bor ekan. Muhammad alayhisalom mundoq dedi. Shu qabrda yetayotganlarning azoblanayotganligini bilamsizlar. Biz Alloh va Allohning elchisi eng yaxshi bilgichidir dedik. Payg'ambar alayhisalom mundoq dedi. Agar bir-biringlarni dafn qilmay qilishinglardan qo'rqmagan bo'lsam, qabr azobini sizlarning anglashinglar uchun Allohga duo qilgan bo'lardim. Ondan yon tarafga buyurilib, qabr azobidan Allohga sig'inib panohlik tilanglar deb buni 3 qatim takrorladi. Suyimlik do'stim, sizning hozir qilayotgan amallaringiz qabringizdagi ahvolingizni belgilaydi. Ya Allohni rozi qilgan holda o'lisiz, yoki bo'lmasa Allohning rizoligiga erishamay, tavbami qilolmay gunohkor holda o'lisiz. Ya jannatdan bo'lgan bir bog'chada, yoki bo'lmasa do'zaxdan bo'lgan bir o'rakda bo'lasiz. Hozir qandoq yashaganingız sizning qandoq o'ldiganligingizni, qabrda sizni nimalarning kutayotganligini belgilaydi. Undaqda buningdan keyin qandoq bo'ladi? Qabr hayotingizda uzun mezgil kutgandan keyin hayotingizda anglab boqmagan, butun koinotni larza keltiradigan bir ovozni anglaysiz. Bu ovoz dunyodagi eng cho'ng falokatchilikning ovozi. Mana endi hammanglarga tonish bo'lgan kun yetib keldi. Qiyomat kuni. Ikkinchi bölüm qiyomat kuni haqidagi filmimizni ko'rishaylik.